Bunu grönat 123 ming so'm bo'lsa oldu hozir. Bunu qizil kepkanlik ekan. Bunu kishi savdo qildi. Şu 123 moydan lev aka? 25. Ha 25 bo'lib qoldi bu. 125. Ben aytamam. Bunda fırsattan ketken atıyorsa alıvereyim mi? Sağ olun deysin. Bunday qilamiz. Inson qanday bosh emas biroq. Jamoat no uloq jot ekan, короче, Aqbata mol bozorida ekan. Aka, qayerga olib ketasan buni? Shamolsayga olib ketasan? Mana shu kichkida bo'layotgan, короче. Shamolsayda. Karakolik ekan o, karakolik ballar. Karakolik ballar qilgan ha? Karakolik ballarni o'xshaydi deydi. Agar jo'g'otxonlar bo'lsa, qorlashib qo'ysanglar bo'ladi. Shamolsaylik kishgan. Nurra şamaladı mı? Bilmem. Gelip Japay ekanda bu. Tushab qo'yib butunlarga. Qurbonlik qilish kerak bu ham buni, biroq yetidilari ekanda. Menda ham nochada oldi 130 ming so'm bor. Öyle gidiyor. Bugün Jalobod oblasti, Nokin. Burgunda жылқы bozorindamiz. Bugün şu yerda alıngan satilgan mallarda so'rab bilib berasiz onlar. Sizlar kanalga xat olib, yaxshi o'y fikrlarni kommentariyaga yozib, yaxshilab qo'llab turasiz. Mana shular hozir so'g'in bosada oldi, so'yg'on uchun 130 ming so'm bor. Qanchaga ketadi, ne bo'ladi? Do konca ko'rasiz. Aka beringdeyiz da bize. Qancha qilib qo'ydingiz aka? 135 ming so'm oldu. 5 ming qo'shilib turdi. Soda shir-shirga tortdi biroq. Aşı ötketse lazım. Öte turganda niyet araq şeytmin. Koltuğun sıkıp düzce. Hayır aldın götürüp çalmaya kaldı şeyt. Hayır çalmaya kaldı benim. Öte öv yaptık ya. Bu çalmaydı at bu hayraç. Yenesi bu tıkılı kaltıdan ya kaç. Okey. 148 ming so'm satıldı. 148 ming so'm. Hazır bereket izleyin. Kaçta doldu atakeler? Sağ olun. Be, canın sen. No be? No? Kaça kaçta doldu atı? 88. 88 ming so'm olsa da olur. Ya bu kulunu memeye qancha ekan? Qancha deb otasiz o'zi? 130 ming. Bana verin. Altına qanchaga ketdi ot? Qanchaga? Qancha oldu aka? 86.500 so'm. Okay. 86.500 so'm. Bunisi qancha altın aka? Sizden mi bu? Yaşım ne aka? Qancha bo'lsa sotasiz aka?
Telefon nomeri aytmaysiz aka? Bu o'spirimchi qancha ekan bular? 100 ming so'm. Ha? Qurch bu? O'to'g'iz. Telefon nomeri aytmaysiz bir şey qilib? Aytamiz. Qancha? Ishing ko'rsa, shuni ach. Bilganda. Ne o'shanda? Toza xunam bu? Bilganda o'z kommentariy yozadi. Bo'ldi. Bostirib qo'yinglar. Bostirib qo'ying aka, nomerni aytib qo'ying. Ya ajan o. Sen oğlum ketayotgan aka? Kam mingiroq bu? Kamingni qumanda. Jo'shlar o'zi? Yosh. Nomer ayt. Bunda taqasi bor. Nomer ayting, nomer aka. 59 bilan. 559 ha? Aha. 82 82 93. Bola turgan yeri bosi. 100 ming ozmaz o'tib beradi. 100 ming ozmaz o'tib berasa. Bunisi qancha ekan torch? Aytmaydi. Aka bu qancha? 130 ming so'm. Jashi-chi? Ikasi. Telefon nomeri aytmaysiz aka? 502 bilan 502 ha? Aha. 412 Aha. 255. Nari ikkisini bostirib qo'ymaysiz aka? Ikasi yotgan. Ana qo'ymalg'a mingani. Shudaydi. Zo'r aka, bozoringiz bersin. Bu yerda qancha bo'ldi? Altın aka. Qancha oldu yerda? Ko'gat suda oldu to'shaydi. Ko'gat qancha oldu ko'gat? Ko'gat ma'lumga gönlü gel. Ha. Aybi ekan atmış bilen yolda o. Şunu atmoqchi bo'ldik ha. Ya, rostmi shaka? Qaysat bo'ldi akalari? Qaysat bo'ldi? Video biroq. Video. Not qancha ekan? 10 ming so'm. 110 ming so'm. Bu qancha ekan aka? 110 ming so'm. Ko'gat qancha ko'gat? 135 ming so'm. Bozor so'radi? Qancha so'radi? 115 ming so'm so'radi. Telefon nomeri aytmaysiz aka? Ertemenen 148 ming so'mga sotilgan at. Bular qanday? Qancha o'tdi? Ne oldu aşında 100? O şu tura aytgan. Aşılatka 100 ming berdi attıra. Ay. Bunda maskeni var. O narağla minip ketdi az biri. O köp kepka. 95 ming so'radi hozir. Yo'q, yeri anday. Heli yo'q aka. Qaragir qancha ekan qaragir? Nurdin qancha at? 70 ga olsa bereme. Onu. Bu qanchaga berasiz aka? Hozir shu 67 oldilar. 67 ga so'radi o. Shu o'zing yaxshi tartib, bunday tan olsin. Aka tartildi. Sizniki qancha aka? 65 yarim so'radi. 65 yarim so'radi. Bunu 70 ga beririm dedingmi? 70 ga berdim. 70 ga berir ekanman.
Ne soda aldasın hadi. İşnesi cön. Ha şeyde soda alattım. Tars butur bile. Qancha oldu? Olacak. 65. Qaysi? Sarı. Doğru. Surata 65 ga berdi ha. $65.000 so'mga surab turishim. $65.000 so'mga narxi to'rini surayapti-da shuni. Anya, janada torun surada. Ha, yine vallahi şekil qaltirib bu yoqqa. Bu yoqda soda o'tgan yerlar jo'q ekan ama.